Hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan birgalikda men Geli Kontur va sizlar Geli Kontur kanalidasizlar. Bugun biz Minecraft Java'da qana o'ynashni sinab ko'ramiz. Xo'p, Minecraft Java'da o'ynayman degan videomdan ko'rurlaring. Xo'p, 5 ta like qilsa dedim. Xo'p, mana birinchi Mojo Launcher deb izlab olamiz. Mana, to'xtanglar, stop. Biz axir intro qilmadik-ku. Introdan so'ng albatta davom etamiz. Xo'p, mana Mojo Launcher. Xo'p, mana shu ilovani men yuklab olganman, sizlar yuklab olasizlar. Xo'p, mana kirib ketdim endi. Bunda sizlarda akkaunt ochish chiqadi. Sizlar lokal akkaunt tanlaysizlar va просто nom qo'yib qo'yasizlar, xolos. Bo'ldi, shu xolos. Men akkaunt ochib olganman. Mana ikkita qarang. Mana shu qalamcha bor-ku mana. Qalam. Mana shuni ustiga bosib, xolos sizlarning versiyalarini tanlab olaverasizlar. Bemalol tanlab olasizlar. Keyin playni bosasizlar, bir text in progress chiqadi. Xo'p, sizlar yuklab olasizlar. 500 tanlagan megabaytlaringga yarasha 400, 300, 500 shuncha megabayt bo'lishi mumkin. Tanlagan versiyalaring bo'yicha. Xo'p, hozir shunda. Xo'p, men anchadan beri kirmadim, shuning uchun menda ham yana qaytadan yuklanyapti. Qanchadir joyidan. Shuning uchun ozgina vaqt kerak bo'ladi va men videoni to'xtatib turmoqchiman. Agar xohlasalaring, videoni telefonini indiradi. Keyin qaranglar, kirgandan keyin bu sizlarda qop-qora bo'lib qoladi. Qaranglar. Qop-qoradan mana kirib ketdi. Yaxshi kirib ketdi. Mana aytganimdek qop-qora bo'lib turibdi. To'xtatmadim-da to'g'risi videoni. Xo'p, mana video. To'xtanglar, to'g'risi videoni to'xtatdim. Faqat qayta to'xtatganim esimda yo'q. Seriozgina aytyapman. Chunki men bu videoni orqa fonda ovoz beryapman. Yaxshi, lekin mana bu video qisqagina bo'ldi. Mana men ochgan zonalarim. Xo'p, bu video qisqagina bo'ldi. Aytgancha men mouse on qo'yaylik. Xo'p, bu video qisqa bo'ldi. To'g'ri, qisqa. Lekin qisqa bo'lganiga yarasha har holda men YouTubedan ketganimdan yaxshiroq deb o'ylayman. Video tugab qoldi-yu.